Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan barchamizni yaqindan har birimizni shaxsan tashvishga solishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. 2026 yilda pensiya tizimida shunday katta o'zgarishlar kutilmoqdaki, bu har biringizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozirda nafaqaxo'r bo'lsangiz, pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki faqatgina mehnat faoliyatingizni boshlayotgan bo'lsangiz ham, bu ma'lumotlarni diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu shunchaki kelajagingiz uchun to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradigan muhim yo'riqnoma. Oldingizda dolzarb ma'lumotlar bor. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'ling va hoziroq like bosing. Shunda bu videoni iloji boricha ko'proq odamlar ko'rishi mumkin. Keling muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari pensiyalar hisob kitobi nisbatan sodda sxema bo'yicha amalga oshirilar edi. Odatda bu sizning umumiy ish tajingizga va pensiyaga chiqishdan oldingi so'nggi ma'lum bir davrdagi, masalan, oxirgi 5 yildagi o'rtacha ish haqingizga bog'liq edi. Bu tizimda asosiy e'tibor aynan ish stajining umumiy davomiyligiga va karyeraning oxirgi bosqichidagi rasmiy daromadga qaratilar edi. Agar siz uzoq yillar davomida ishlagan bo'lsangiz va so'nggi yillarda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, demak siz ancha munosib pensiya olishingiz mumkin edi. Biroq bu tizimning o'ziga xos kamchiliklari ham bor edi. Masalan, ba'zi odamlar ish stajini sotib olish yoki pensiyaga chiqish arafasida maoshlarini sun'iy ravishda oshirish orqali o'z pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishga harakat qilishardi. Bu esa adolat tamoyillariga har doim ham mos kelavermas edi. Chunki butun mehnat faoliyati davomida videodan soliq to'lab, ijtimoiy ajratmalar ajratgan fuqarolarning haqlari qisman cheklanishi mumkin edi. Ammo endi 2026 yildan boshlab vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat pensiya tizimini yanada adolatli, shaffof va barqaror qilishga qaratilgan yangi mexanizmni joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu yangi mexanizm shartli ravishda bal tizimi deb nomlanadi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi sizning pensiya miqdoringiz faqatgina so'nggi yillardagi ish haqingizga emas, balki butun mehnat faoliyatingiz davomida pensiya jamg'armasiga amalga oshirgan ijtimoiy ajratmalaringiz hajmiga bog'liq bo'ladi. Har yili sizning rasmiy ish haqingizdan to'langan ijtimoiy ajratmalar miqdori qancha bo'lsa, sizga shuncha ko'p ball hisoblanadi. Bu ballar yil davomida to'planib boradi va pensiyaga chiqqaningizda umumiy to'plangan ballaringizning umumiy qiymati sizning pensiya miqdorini aniqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, tizim endi bugungi ish haqidan ertangi pensiya tamoyiliga asoslanadi. Ya'ni har bir oylik rasmiy maosh va undan to'langan ijtimoiy to'lovlar sizning kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, rasmiy bo'lmagan, yashirin ish haqi olish yoki ish stajini to'g'ri rasmiylashtirmaslik endi sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Yangi tizim har bir fuqaroni o'z mehnat faoliyatini to'liq rasmiylashtirishga, rasmiy daromad olishga va pensiya jamg'armasiga o'z hissasini to'liq kiritishga undaydi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarning ham pensiya ta'minotini kafolatlashga qaratilgan. Keling, endi bu yangi tizimning batafsil tafsilotlariga o'tamiz. Bal tizimi qanday ishlaydi? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Eng muhimi, siz nimani bilishingiz kerak? Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shuki, har bir yil uchun sizning hisobingizga ballar yoziladi. Bu ballar sizning yil davomidagi umumiy rasmiy ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar miqdoriga proporsional ravishda hisoblanadi. Agar sizning ish haqingiz qanchalik yuqori bo'lsa va undan o'tkazilgan ijtimoiylar qanchalik ko'p bo'lsa, sizning yillik ballaringiz ham shunchalik ko'p bo'ladi. Pensiyaga chiqqaningizda barcha to'plangan ballaringiz umumlashtiriladi va keyin o'sha paytdagi ball narxiga ko'paytiriladi. Ball narxi har yili inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda hukumat tomonidan belgilanadi va indeksatsiyalanadi. Unga qo'shimcha ravishda davlat tomonidan kafolatlangan bazaviy pensiya miqdori ham qo'shiladi. Bu tizim sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida to'lagan har bir tiyiningizni hisobga olishga qaratilgan. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning mehnat faoliyatingizning bir qismi yoki katta qismi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ya'ni siz norasmiy ravishda konvertda ish haqi olib ishlagan bo'lsangiz, sizni jiddiy muammolar kutmoqda. Sababi norasmiy daromadlardan ijtimoiy ajratmalar o'tkazilmaydi va shuning uchun bu davrlar uchun sizga hech qanday ball hisoblanmaydi. Bu esa kelajakdagi pensiya miqdoringizga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ish stajida uzilishlar bo'lganlar
Ya'ni uzoq vaqt ishsiz bo'lganlar yoki chet elda norasmiy ishlaganlar ham tashvishlanishi kerak. Ularning hisoblariga ballar yozilmagan davrlar ko'p bo'lishi mumkin. Pensiyaga chiqish arafasida turgan, ammo rasmiy ish staji yetarli bo'lmagan shaxslar ham zudlik bilan chora ko'rishlari lozim. Chunki endi oddiygina ish staji emas, balki bol staji muhim ahamiyat kasb etadi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Doimiy ravishda rasmiy ish joyida ishlab, o'z ish haqidan muntazam ravishda ijtimoiy ajratmalar to'lab kelgan fuqarolar uchun bu tizim nisbatan kamroq xavf tug'diradi. Aksincha, ular bu tizimdan foyda ko'rishlari ham mumkin. Chunki ularning butun mehnat faoliyati davomida to'lagan hissalari endi yanada adolatli baholanadi. Yuqori maosh olib, shunga yarasha ko'p ijtimoiy ajratmalar to'laganlar ham xotirjam bo'lishlari mumkin. Hozirda pensiya olib turgan shaxslar ham dastlabki davrda katta tashvishga tushishlari shart emas. Chunki ularning pensiyalari birdaniga o'zgarib ketmaydi. Biroq ularning pensiyalarini indeksatsiya qilish mexanizmi o'zgarishi mumkin. Bu esa ba'zi nuanslarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Misol, norasmiy ish staji bo'lgan ayol, Farida opa 25 yoshda. U 2027 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan. U 2000 yil davomida rasmiy korxonada ishlagan. O'rtacha 3 million so'm maosh olgan va barcha to'lovlarni o'tkazgan. Ammo undan oldin 10 yil davomida kichik bir sexda norasmiy ishlagan va hech qanday ijtimoiy ajratma o'tkazilmagan eski tizimda. Farida opa 30 yillik ish stajiga ega hisoblanib, oxirgi 5 yildagi o'rtacha 3 million so'm maoshidan kelib chiqib, taxminan ilbetib ilmiy haqiqsiz million so'm pensiya olishi mumkin edi. Bu shartli raqamlar yangi tizimda. Norasmiy ishlagan 10 yili uchun Farida opaga hech qanday ball hisoblanmaydi. Faqat rasmiy ishlagan 20 yili uchun ballar to'planadi. Agar 20 yil davomida har yili o'rtacha 25 ball to'plagan bo'lsa, bu ham shartli hisob. Jami 300 ballga ega bo'ladi. Pensiyaga chiqqanda ball qiymati 5000 so'm deb belgilansa, Farida opaning pensiyasi 300 ball 5000 so'm 21 million so'mga teng bo'ladi. Bunga asosiy bazaviy pensiya qo'shiladi. Ko'rib turganingizdek, Farida opaning norasmiy ish staji uning umumiy pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Uning pensiya eski tizimdagi hisob-kitobdan ancha past bo'lishi mumkin. Chunki 20 yillik staj bo'sh bo'lib qoladi. Ikki misol. Butun umr rasmiy ishlagan, ammo maoshi turlicha bo'lgan erkak. Akmal aka 60 yoshda. U 35 yil davomida rasmiy ishlagan. Dastlabki 25 yilida maosh past bo'lgan. Masalan, 20 million so'm atrofida. Keyingi 20 yilida esa maoshi sezilarli darajada oshgan. Masalan, 1 million so'm. Eski tizimda Akmal akaning pensiyasi asosan so'nggi 5 yildagi yuqori maoshiga qarab hisoblanardi. Misol uchun, agar oxirgi 5 yildagi o'rtacha maoshi 4,1 million so'm bo'lsa, pensiya 2,3 million so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Dastlabki past maoshli yillar deyarli hisobga olinmas edi. Yangi tizimda Akmal akaning har bir yildagi ish haqi va undan to'langan ijtimoiy ajratmalari uchun ballar hisoblanadi. Past maosh olgan yillarda kamroq ball, yuqori maosh olgan yillarda ko'proq ball to'planadi. Bu esa uning umumiy pensiya miqdoriga butun mehnat faoliyati davomidagi hissalar ta'sir qilishini anglatadi. Umumiy pensiya summasi oldingi tizimdagi kabi faqat so'nggi yillardagi maoshga emas, balki butun karyerasi davomidagi o'rtacha hisobiga yaqin bo'ladi. Bu Akmal akaning umumiy summasini biroz kamaytirishi mumkin. Chunki avvalgi past maoshli yillar uning o'rtacha ballariga ta'sir qiladi. Lekin baribir uning pensiyasi barqaror bo'ladi. Chunki har bir yil rasmiylashtirilgan. 3 misol. Endi ish boshlayotgan yosh mutaxassis Dilshod 25 yoshda. U endi universitetni tamomlab dasturlovchi sifatida ishga kirdi. Uning maoshi dastlab 5 million so'm. Yangi tizimda Dilshod uchun bu tizim juda muhim. U hozirdan boshlab o'zining har bir ish joyida rasmiy bandlikni talab qilishi, ish beruvchidan ish haqining to'liq miqdoridan ijtimoiy ajratmalar o'tkazilishini nazorat qilishi kerak. Agar u har yili 30 ball to'plab borar ekan, bu ham shartli hisob. 35 yil faoliyat davomida jami 1000 ball to'plashi mumkin. Pensiyaga chiqqanda ball qiymati yuqori bo'lsa, u juda munosib pensiyaga ega bo'ladi. U uchun norasmiy ish va konvertda ish haqi olish kelajakda qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli yosh avlod hozirdan o'z mehnat faoliyatini rasmiylashtirish va pensiya ta'minoti uchun mas'uliyatli bo'lishi shart. 4 misol. Hozirda pensiya oluvchi keksa fuqaro Mamadali bobo 70 yoshda, u allaqachon 10 yildan beri pensiya oladi. Uning pensiyasi eski qoidalar bo'yicha hisoblangan.
yangi tizimda Mamadali Boboning pensiyasi bevosita qayta hisoblanmaydi. U o'z pensiyasini eski qoidalar bo'yicha olishda davom etadi. Biroq har yil pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmi o'zgarishi mumkin. Ilgari indeksatsiya umumiy inflyatsiya va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi asosida amalga oshirilardi. Endilikda yangi tizimga o'tish bilan ball qiymatining o'zgarishi Mamadali Boboning pensiyasiga bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Bu degani pensiya miqdori umumiy iqtisodiy vaziyatga bog'liq ravishda o'zgarishi. Lekin to'lovlar baribir muntazam ravishda amalga oshirilishi kutilmoqda. Lekin ularga ham pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lib, o'z ma'lumotlarini yangilab borish tavsiya etiladi. Ayniqsa raqamli xizmatlar joriy etilishi munosabati bilan. Endi esa ushbu yangi qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va ko'rinmaydigan jihatlariga e'tibor qaratamiz. Istisnolar har bir qoidada bo'lgani kabi. Bu yangi tizimda ham ma'lum istisnolar mavjud. Masalan, harbiy xizmatchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan ayrim kasb egalari uchun pensiya hisoblashning o'ziga xos qoidalari saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun ball tizimiga o'tish biroz boshqacha mexanizmda amalga oshirilishi yoki umuman boshqacha tartibda pensiya ta'minoti davom ettirilishi mumkin. Hukumat odatda bunday toifadagi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga intiladi. Shuningdek, ba'zi o'tish davri qoidalari ham joriy etilishi mumkin. Masalan, ma'lum bir muddat davomida eski va yangi tizimlar o'rtasida yumshoq o'tish davri belgilanib, fuqarolarga yangi sharoitlarga moslashish uchun imkoniyat beriladi. Bu ayniqsa pensiya arafasida turgan fuqarolarga nisbatan adolatli yechim bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda davlat pensiya tizimidan tashqari shaxsiy pensiya jamg'armalari yoki sug'urta kompaniyalariga to'lovlarni amalga oshirgan fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar ko'zda tutilishi mumkin. Bu esa ularga davlat pensiyasidan tashqari qo'shimcha daromad manbai yaratadi. Tuzoqlari va ko'rinmaydigan jihatlar. Birinchi va eng katta tuzoq bu byurokratiya. Ko'plab odamlarning eski mehnat daftarchalari tartibsiz bo'lishi, ba'zi yozuvlarning noto'g'ri kiritilganligi yoki umuman yo'qolganligi sababli ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida ham ba'zi nomuvofiqliklar bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi tuzoq bu raqamli tafovut. Hozirgi kunda pensiya tizimi ham tobora raqamlashtirilmoqda. Pensiya hisoblash, ma'lumotlarni tekshirish va hatto pensiya olish uchun ham elektron xizmatlardan foydalanish etiladi. Keksa yoshdagi fuqarolarning ba'zilari uchun internet, elektron hukumat portallari va mobil ilovalar bilan ishlash qiyin kechishi mumkin. Bu esa ularning huquqlarini himoya qilishda yoki o'z pensiya holatini nazorat qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Uchinchi tuzoq bu ma'lumotlarning yetishmasligi. Ko'pchilik fuqarolar yangi qoidalar haqida to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa noto'g'ri qarorlar qabul qilishga, muhim muddatlarni o'tkazib yuborishga va natijada pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Yana bir ko'rinmaydigan jihat bu yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarning pensiya hisoblash masalasi. Ular uchun ijtimoiy ajratmalar mexanizmi biroz boshqacha bo'ladi va ular o'z hisoblarini doimiy nazorat qilib borishlari lozim. Aks holda kelajakda ularning pensiyalari yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, nafaqa miqdorining ma'lum bir minimal chegaradan pastga tushib ketishi holatlarida qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar yoki subsidiyalar mexanizmi ham o'zgarishi mumkin. Bu esa kam ta'minlangan oilalarga bevosita ta'sir qiladi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimani yozishingiz kerak? Birga mehnat stajini tekshiring va tartibga soling. Hozirgi pensiya jamg'armasi va bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining e-mehnat elektron platformasiga kiring. O'zingizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlarning to'g'ri kiritilganligini va elektron bazadagi ma'lumotlar bilan mos kelishini tekshiring. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, zudlik bilan korxonangizning kadrlar bo'limiga yoki bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Eski davrlarga oid ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Qo'lingizdagi asl mehnat daftarchangizni saqlang. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan o'rganing. Agar ba'zi yozuvlar mavhum bo'lsa yoki muhr bosilmagan bo'lsa, ushbu korxonadan tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ishga kirish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalarini olishga harakat qiling.
Bu ayniqsa tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan korxonalar uchun juda muhimdir. Diplomlaringiz, nikoh guvohnomalari agar familiya o'zgargan bo'lsa, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalarini agar ularga g'amxo'rlik qilish uchun staj hisoblangan bo'lsa, tartibga soling va nusxalarini saqlang. 2. Ijtimoiy ajratmalar holatini tekshiring. Sizning rasmiy ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga har oyda qancha ajratma o'tkazilganligini tekshirish imkoniyatini Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi yoki Xalq banki orqali olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar e-mehnat tizimida yoki shaxsiy hisobingizda aks etishi kerak. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz, o'zingizning ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirayotganligingizga ishonch hosil qiling. Bu sizning kelajakdagi ballaringizga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning ish beruvchingiz ijtimoiy ajratmalarni to'liq yoki umuman o'tkazmaganligini aniqlasangiz, bu holatda zudlik bilan Bandlik va Mehnat munosabatlar inspeksiyasiga yoki prokuraturaga murojaat qilish huquqingiz bor. O'tdi. Pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga tashrif buyurib, o'zingizning ish stajingiz va hisobingizdagi ballar haqida batafsil ma'lumot oling. Mutaxassislar sizga individual maslahat berishi va mumkin bo'lgan muammolarni oldindan aniqlashga yordam berishi mumkin. Ular sizga qanday hujjatlar yetishmayotganligi, qanday nomuvofiqliklar mavjudligi va ularni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rishingiz kerakligini aytib berishadi. Ba'zan yozma so'rovnoma orqali ma'lumot olish talab qilinishi mumkin. 4. Hujjatlarni tayyorlash. Shaxsiy guvohnoma, pasport, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Maosh haqidagi ma'lumotnomalar agar pensiya jamg'armasida yetarli ma'lumot bo'lmasa, so'nggi ish joyingizdan yoki arxidan olishingiz mumkin. Mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ishga kirish va ishdan bo'shatish buyruqlari, o'qish diplomlari, agar o'qish davri stajiga kiritilsa, oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh, tug'ilish guvohnomalari. Agar norasmiy ishlagan davrlar bo'lsa, bu davrlarni rasmiylashtirish yoki qonuniy yo'llar bilan tasdiqlash imkoniyatlarini o'rganing. Ba'zi hollarda bu davrlar uchun pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy to'lovlarni amalga oshirish mumkin. 5 raqamli ko'nikmalarni oshirish. Agar siz raqamli xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yoki yoshroq tanishlaringizdan yordam so'rang. Elektron hukumat portali my.gov.uz, e-mehnat tizimi kabi resurslardan foydalanishni o'rganing. Bu sizga ko'plab ma'lumotlarni uydan chiqmasdan olish imkonini beradi. 6. Yoshlar uchun muhim tavsiya. Hozirdanoq o'z pensiya kelajagingiz haqida qayg'uring. Faqat rasmiy ish joylarida ishlang va ish beruvchidan ish haqingiz to'liq miqdorda rasmiylashtirilganligi va barcha ijtimoiy ajratmalar to'langanligiga ishonch hosil qiling. Har yili o'z shaxsiy hisobingizdagi ballar miqdorini tekshirib boring. Bu sizning kelajakdagi moddiy farovonligingizning kafolatidir. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, 2026 yilda kutilayotgan pensiya tizimidagi o'zgarishlar shunchaki navbatdagi islohot emas. Bu har bir fuqarodan o'z kelajagiga mas'uliyat bilan qarashni talab qiladigan yangi davrning boshlanishi. Tayyor bo'ling, ma'lumotlarga ega bo'ling va eng asosiysi, hozirdan harakat qiling. Zero o'z vaqtida qilingan kichik harakatlar kelajakda katta foyda keltiradi. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu video haqida qanday fikrdasiz? Shu o'zgarishlarga tayyormisiz? Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz sizni kelgusi muhim ma'lumotlar bilan xabardor qilib borishda davom etamiz. O'zingizni asrang va kelajagingizni hozirdan o'ylab, to'g'ri qarorlar qabul qiling.